Ochiring. Aka ko'ryapsizmi? Nima bo'lganini? Ha, ventilator, короче, singan. Mana. Oba, дополнительный ventilator. Xullas, sal slabiyroq variant qo'yilgan. Xullas, bizning oldimizga mana shunaqa dirillagan holatda keldilar. Doполнительный ventilator sinib ketgan и kuzovga vibratsiya berib dirillab ketgan. Biz hozir buni endi yechib tashab, xudo xolasa o'zimizdagi original koreyskiy дополнительный ventilatorni chiroyli qilib uстановка qilib beramiz. Hozirgi kunda bu narsa juda trendda. Sababi ikkita ventilator bo'lgandan keyin radiatorni sovut berishi ehtimoli sal ko'payadi, kasini muzlatib berishi yaxshiroq bo'ladi. O'zini заводской ventilatori и bu yerga дополнительный qo'yiladigan ventilator. Buni ham qo'yganda yaxshisini qo'yishni, koreyskiysini qo'yishni tavsiya beramiz. Просто do'stona maslahat. Imini bizga kelinglar, bizni alishtiringlar deyotgan joyim yo'q. Mayli boshqa odam alishtiring. Просто ko'ring, qo'yayotgan ventilatorni, misol uchun arzon bo'ladigan bo'lsa, misol uchun yaxshimi, koreyskiymi, originalmi, nobodagi xohlasa ishlab berishi garantiya bormi? Просто o'zingiz uchun so'rab qo'ying, oka? Ortiqcha gap so'z yo'q. Imini bizga kelib qo'ydiring ham demayman. Nobodagi sifatingiz kerak bo'lsa, kelsangiz bizda ham ishingiz ketadi. Salomat bo'ling.